Voy aka to'xtang, aka deyapman, to'xtang, oy. Yetib ololmaysan menga. Voy to'xtang aka. Voy to'xtang. Tushum ekan u. Nima? Tushimda akamni ortdan qo'yib yuribman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasizlar. Albatta, videoni oxirigacha ko'ringlar va kanalga obuna bo'linglar. Men esa qanaqadir g'alati tush ko'rdim. Tushimda akamni qo'yib yuribman. Bu nima degan gap? Mayli. Balki akam yaqin kunlarda kelib qolishi mumkin. O'zi ish bilan ketgandilar, pul topib kelish uchun kelib qolsalar kerak, lekin nimagadir uyimni atrofidan g'alati ovozlar kelyapti. Juda ham boshim og'rib ketdi, to'g'risini aytsam. Kechasi bilan uxlay olganim yo'q. Ertalab uxladim deganimda g'alati tush ko'ryapman. Mayli. Hozir ishlarim bilan Jo'xa. Ha, nima deysan? Senga bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Meni ham polzimni tozalab ber. Yo'q, vaqtim yo'q hozir. Iltimos qilib ber. Mayli qilib beraman. Rahmat senga kattakon, rahmat. Evaziga nimadir bermaysanmi? To'xta, menda hozir izimrudlar bor, o'shalarni beraman. Mayli, xullas hozir hammasini tozalab beraman unda. Mana bu izimrudlarni olib qo'ygin, senga kerak bo'lib qoladi deb o'ylayman. Kerak bo'ladi ekan ishni. Mayli, tozalab qo'yaman. Xo'p, rahmat Jo'xa dushi. Mayli. Nima deyotgandim, aytgancha kechasi bilan uxlay olmadim. Nimagadir, balki jetellar qanaqadir g'alati ovozlar chiqargandir yoki kimdir xullas g'alati ovozlar chiqardi, bilmayman. Hozir janob mer yoniga soliq to'lashga boraman. O'shanda janob merga aytaman. Bu jetellar yomon asabimni buzyapti. Kechasi bilan qanaqadir taqir-tuqir ovozlar qilib chiqishdi. Nimaga bunaqa bo'ldi deb so'rayman janob merdan. Shunda janob mer aytadi nima bo'lganini. Hozir o'zimda polzimdagi hosillarni yig'ishtirib olishim kerak. Keyin esa bu hosillarni yig'ishtirib bo'lganimdan keyin janob merning yoniga boraman. Bu qishloqni polizda faqat kartoshka bor ekan. Hozir sabzi ham ekib qo'yaman. Chiroyli qilib menga pul berganning evaziga qo'ydam teksinda. Har qalay oddiy o'zini bergan hosillarni qaytarib ekib qo'yganimdan ko'ra har xil yangicha hosillarni olsa juda ham ajoyib bo'ladi. Misol, sabzini olsa-da borib shaharga sotsa, soqqani qilsa, qaytsa bitta mashinchani minib olib, qaytib kelsa, oilasidagilar xursand bo'ladi. Uni xotin bola chaqasi bor. O'shalar uchun ham qanaqadir narsalar olib kelsa, kiyim-kechak degandek ular ham xursand bo'ladi ekan ishda. Akam ishlashga ketgan. O'sha ishlashga ketgandan beri hali kelgani yo'q, lekin yaqin kunlarda boraman deganda qaytishda bilmadim menga nima olib keladi. Pul ishlashga ketgan u axir. Men esa mana bu polizdagi hosillarimni ham yig'ishtirib olishim kerak. Bu yerdagi polizda ham hosillar yaxshi bo'libdi. Muhimi yeb icharimga yoki soliqni to'lashga yetarlicha poliz ekinlarim bor. Soliq eng muhimi. Janob mer yig'laydi agar soliq to'lamasam. Qishloqdan chiqib ket, sen haydalding deydi. Agar haydab borsa, keyin ko'chada qolib ketaman. Nima qilaman? Ko'chada qolish juda ham yomon. Hozir janob merga borib mana bu jetellarni ustidan jalba qilib kelaman. Baqir-chaqir qilgani uchun soliqlarni esa keyin to'layman. Chunki o'tgan marta soliq to'lagandim. Hozir taporim bilan mana bu yerni ochib turib izimrudlarni joylashtirib olaman. Menga hozircha kerak emas. Obbo tushirib yubordim. Okey, bu yerga qaytarib qo'yaman va blokni qo'yib qo'yaman, tayyor. Mana bu yerda balki qanaqadir ovoz eshitilgani sababi yerning tagidandir. Chunki yerning tagidan ovoz kelgandi qanaqadir. Yo'q, bu yerda hech qanaqa narsa yo'q. Yerning tagida ovoz kelganda yerni qazganimda ostidan nimadir chiqib kelgan bo'lardi. Hamma ayb bu yerda emas. Ayb qayerdaligini aniqlash uchun bilmadim. Balki janob merga aytadigan bo'lsam, politsiyachilarni chaqirar, surishtiruv, tergov ishlari olib borilar. Lekin politsiya ham bu ishga aralashtirishni kerak yo'q, chunki kechasi uxlolmaganiga politsiyachilar aybdor emas, to'g'rimi yoki noto'g'rimi bilmadim. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, nima gap Jo'xa? Kechasi bilan uxlay olganim yo'q. Ana jetellarni kimdir kechasi bilan taqir-tuqir ovozlar chiqardi. Ko'ramiz. Kim qildi ekan? Aniq bilmaysanmi? Yo'q, shuni sizdan so'rayapman. Mana shu yaramas jetellar qilgan. Qarang, siz ham uyingizni poylab o'tiribdi. Bo'ldi, jetellarga aytib qo'yaman. Seni bezovta qilishmaydi qaytib. Shunaqa qiling, iltimos. Agar yana bezovta qilishsa, o'zim ularni jazolayman. Xo'p, unaqa jahlli bo'lma. Xo'p, aytdim-ku, baribir jazolayman. Qochlaring, nima ishga kirib qo'yganmisan? Qoch, ichkarida tur yo tashqarida tur. Qoch, hamma yo'lga turib ola hammasi. Hammasini urib o'ldirib qo'yishim keladi, borib. Mayli, hozir nima qilyapsan bu yoqda? Uyingga qarab o'tiribman, chiroyli ekan. Uyim chiroyli, bilaman chiroyliligini. Hozir xo'sh, muzlatgichimning ichidan bir ikkita narsalarni stop. Bu tushunmadim, bu qanaqa joy? Hozir
to'xtanglar-da, men soliqlarni aytib janob merga berib kelishim kerak edi, lekin bu yerda qanaqadir joy bor ekan, hozir kelib ko'raman. Balki nimadir bo'lgan, o'sha kecha chiqqan ovoz o'sha yoqdan chiqqandir-a? Da, balki o'sha yoqdan chiqqan rosta kasim. Hozir men olib borib soliqlarni to'lab qaytaman va janob merga aytaman. Janob mer, assalomu alaykum yana bir bor. Nima deysan, buncha salom beraverasan? Короче, mana soliqlar hozir bitta cho'tki narsa aniqladim. Hozir aniqlayman kim taqir-tuqir qilganini. Короче, mana bu yerga qanaqadir narsa kirib qolibdi, qaranglar. Oy, nima bu? Uy, bila og'zi tagidan. Nima bo'ldi? Uy, og'zini qaranglar, nima bu? Tushunmadim. Qanaqa narsa bu? Bilasizlarmi? Kommentariy yozib qolaringlar. 8 oyoqmi, 9 oyoqmi nimadir degan narsa bo'lsa kerak. Yo 8 qo'lmi? Kommentariyaga 8 oyoq yoki 8 qo'l yozib qolaringlar aniq variantni. Bratan, qurolingiz bormi? Ha, qur'onim bor, o'g'irlik bo'lyapti, qo'riqlayapman. Yaxshi, to'g'ri ish qilyapsiz. Demak, balki o'g'irlik bo'lyapti deyapti. Balki kechasi bilan shu yoqda taq-tuq degan ovoz chiqib ketgandir. Nima deyapman, nimalar deb tashayapman. Mayli. Hozir kelgan bilan mana bu asbob uskunalarimni olib, bu yerda nima borligini aniqlash kerak. Bu daraxt yo'q, bu yerdagi taxtani olib o'tirmayman. Shunchaki orqa tomondan aylanib kelsam, o'sha joy ko'rinadi. Bu yerga qanaqadir blok va bu qanaqa joy tushunmadim. Obbo, g'alati-ku bu. Yoki qanaqadir podval bormikan bu yerda? Bilmadim, ochib bo'lmayapti-ku. Qanaqa joy ekan tushunmadim. Ochilmayapti. Hozir to'xtanglar-da. Hozir. Nimaga ochilmayapti? Hayronman. Hozir bir amallab ochishga urinib ko'raman. Qurol davolaylik, ichida balki qanaqadir sirli hayvonlar bordir. To'satdan chiqib qoladigan bo'lsa, dabdala bo'lib ketmasin, yana hamma yo'q. Buni qo'yib qo'yaman joyiga. Bu yerda o'q-dorilar bor edi. O'q-dorini menimcha hozir kerak yo'q, chunki o'zi qurolimda o'qi juda ham ko'p ekan. Bu yerda hech narsa yo'q. Tak, shu yerdan balki nimadir qurilish bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylasam, bu yerda hech narsa yo'q. Tak, lekin nimadir g'alati. Hozir aniqlayman. Bu yerga tak qulf bor ekan, qulf buzildi. Yaxshi, endi ochilsa kerak. Lekin baribir ochilmayapti-ku, tushunmadim. Mana shu yerda ekan. Tak, bo'ldi, endi aniq ochiladi. Tak, men blok to'p tashlash kerak birinchi o'rinda. Buni olib tashlamasam menimcha ochilar ekan. Qanaqadir eshikmi bu? Da, eshik. Bu yerda podval bormi? Meni uyim tagida hech qanaqa podval yo'q edi-ku. Tushunmadim. Bu yerda qanaqadir joy bor ekan rostdan ham. Yo, qanaqa joy ekan? To'xtanglar. Hozir. Uyimni hujjatlarida bu yerni qaytarib yopib qo'yayin. Hozir uyimni hujjatlarini ko'rayda. Tak, uyimni hujjatlarida bu yerda hech qanaqa joy belgilanmagan. Ya'ni uyimni sotib olganimda menga sotgan odam bu yerda hech narsa yo'q deb belgilab bergan. Demak, bu yaqinda qilingan. Balki kecha taqir-tuqir ovozlar mana shu yerdan kelgandir. Da, albatta shu yerdan keladi, boshqa qayerdan kelishi mumkin. Hozir bu yerga tushib ko'rishim kerak, nima borligini aniqlashim kerak ichkarida. Menimcha kimdir uyimni tagida do'mbira chalyaptimi, nog'ora chalyaptimi bilmadim. Aniq nimadir qilyapti. Bo'ldi, qurol ham boshqa narsa ham kerak emas, chunki bu podvalga shunchaki o'zim kirib chiqsam ham bo'laveradi. Tak, mana bu blokni bu yerda olib tashlayman va tak, qanday bo'ldi, mana bunaqa ochilar ekan. Asta pastga tushaman. Pastga tushib turib tekshiraman nima borligini. Tak, nima bor ekan ichkarida? Nima bu? Saroymi bu? Nima balo, hamma narsa bor bu yerda. Televizor, bu yerda gantellar tayyorlanish uchun, kuchayish uchun, ya'ni kuchli bo'lish uchun. Bu yerda mushok, kompyuterlar, hamma narsa bor. Hamma sharoit. Deyun qaranglar, takoyu hamma yo'q. Qayerdan keldi ekan bu narsalar? Gantelcha bor ekan. Kim qildi ekan bu narsalarni? Qaranglar mana uni. Kuchli bo'lish uchun mana gantelni ko'tarish kerak. Yaxshi, qo'lga juda ham chiroyli moslashar ekan. Tak, bunisini ham olaman, bunisini tak bittasini bu qo'lga, bittasini bu qo'lga qanday olsa bo'ladi? Tamam, bittasini bu qo'lga olaman. Tak, mana ikkita qo'lga ishlasam bo'ladi. Qaranglar. Dahshat. Takoy, kachok bo'lib ketaman bu ketishda. Mana joyiga qo'yib qo'yan qaytarib, birovning narsasi-yu bu. Tak, mana bunisini farqi yo'q, yerga qo'yib qo'ysam bo'laveradi. Libo joyga qo'yib qo'ysam bo'laveradi-yu, egasi baribir qayerga qo'yganini eslamasa kerak. Kompyuter yonar ekan, ishlar ekan hammasi. U mushokni urish kerak. Tak. Okey, yaxshi. Ke urishasanmi? Ke, ma shular. Endi muzlatgichda bu yerda shuncha narsa bor ekan. Demak, bu yerda kimdir rostakasim yashayaptimi deb o'ylayman. Qaranglar. Hamma sharoit bor, nahotki? Yo'q, aniq kim kitob o'qir ekan. Kim kitob o'qir ekan? Yotog'i juda ham qulay ekan. Bu yerda esa qanaqadir uzun joy bor ekan. Menimcha bu tak ochilmayapti. Tak, hozir mana ochildi.
Nima bor ekan bu yerda? Yo'lda oxiri, bu yerda yo'lda oxiri bor ekan. Hozir tepaga chiqaman, lekin qorong'i ekan biroz. Bu yerda blok qo'yilgan ekan oxirida va blokni tak nechta blok qo'yib tashlagan, nima bu sinmaydi. Hozir sindirib, bitta blok ekan. Shu bitta blok sinmay o'tiribdi bir soatdan beri mana sindi. Qanaqadir daraxt tagidan chiqib ketar ekan bu yo'l. Qanaqasiga bu? Mana bu yerda. Kim qildi ekan buni men tushunmayapman. Kim qilgan bo'lsa ham ushlab olsam bor, yomon ish qilaman. Chunki meni uyimdagi axir bu. Kim bu bunaqa qilib ketgan bo'lishi mumkin. Hozir aniqlayman. Hozir. Tak bu yerni yopib qo'yaman. Politsiyaga xabar bersammikin? Yo'q, politsiyaga xabar berish biroz noto'g'ri fikr. Tak, politsiya kelgandan keyin uyimni buzishga qo'ysa agar, bu uyim buzilib ketsa keyin dabdala bo'ladi. Tak, hozir men bu yerdan bir amallab yotib chiqaman. Bo'ldi, endi bu yerni qaytarib yopib qo'yaman o'z holatiga qaytarib. Hozir notebookimdan ochib izlab ko'raman qanaqa odamlar bunaqa ish qilishi mumkinligini. Tak, qanaqadir sirli kompaniyamikan yoki nimadir bo'lgani aniq. Hozir aniqlab ko'raman. Tak, lekin hech narsa chiqmayapti. Balki stop, kimdir o'tib ketdi. To'xta, hozir qurolni olay. Kimdir keldi. Menimcha o'sha joyning egasi kelgan bo'lishi. Aka? Qaraysan jo'g'a. Aka, to'xtang aka. To'xtang deyapman sizga. Hoy. Yeta olmaysan, kel. Oy, aka to'xtang, tushunmadim. Nimaga bunaqa hamma yo'qni bunaqa qilib tashladingiz? Yeta olmaysan, aytmayman. Aka, hazillashmang, to'xtang, menga ayting, nimaga bunaqa qildingiz? Oy, suvga tushib ketdingiz. Aka, to'xtang deyapman. Yeta olmaysan. Suvga tushib ketding, battar bu. Aka, to'xtang, endi buncha hazillashasiz odam bilan. Nimaga bunaqa qilyapsiz? Men tushunmayapman. Qarochi tak, senga sovg'a qilmoqchi edim. Ya'ni uzoq vaqtdan beri bilaman, sen xonangni kuchaytirmoqchisan, lekin puling yo'q. Men esa ishlashga ketgandim va pul ishlab keldim. Endi esa bu uy senga, ya'ni sen uchun tayyorladim. Kechasi bilan charchab qilib chiqdim. Sen esa meni ortimdan quvlab, urib yuribsan-a? Kechiring aka, bunaqa qilganingizni bilganim yo'q-ku men. Bilish kerak edi. Bilganim yo'q, aytib qo'ysangiz bo'lardi har qalay. Yo'q, aytsam buni surprizligi qolmasdi. To'g'ri, lekin to'xtang. Oy, kirib ketdingiz-ku. Tezroq kel. Bu yerda hamma narsa bor. Ko'ryapsanmi? Sen xohlagan hammasi. Kuchli kompyuter, bu yerda esa ikkita qo'shimcha monitor, yana jismoniy mashqlar uchun mana bunaqangi narsalar. Hammasi sen uchun. Rahmat aka, kattakon. Men esa endi yana ishga qaytib ketaman. Endi keldingiz, yana qaytib ketmoqchimisiz? Albatta, menda ishlar juda ham ko'p. Pul topishim kerak, oila qurishim kerak degandek. Mayli unda, bora qoling. Sen ham sog' bo'l. Bu narsalardan xohlaganingcha foydalansang bo'ladi.